kartoshka, pomidor hamda baqlajon kabi ekinlarga katta zarar yetkazuvchi Amerikaning Kolorado shtatida tarqalgan Kolorado qo'ng'izi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar ko'rib turgan mana bu zararkunanda ituzumdoshlar oilasiga mansub bo'lgan kartoshka, pomidor hamda baqlajon kabi ekinlarga katta zarar yetkazuvchi Amerikaning Kolorado shtatida tarqalgan Kolorado qo'ng'izi. Kimdir juk deydi. Ushbu zararkunanda kartoshka, pomidor va baqlajonni bargini, yashil massasini sezilarli darajada kamaytirib yuboradi. Salqin hududlarda, tog'li va tog' oldi hududlarda 2 marta, qulay sharoit bo'ladigan mintaqalarda 3-4 martagacha avlod qoldiradi. Qisqa muddat ichida sezilarli zarar keltiradi. Ushbu zararkunandaga qarshi sizlarni ekran oldilaringizga qo'llaniladigan preparatlarni rasmi va sarf me'yori bilan ko'rsatib o'tamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, tomorqasida yoki dala maydonlarida kartoshka yetishtiruvchi fermeru dehqonlarga videoni yuborib qo'ying. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar.